Diqqat aholiga tezkor xabar. 1-sentyabrdan boshlab transport vositalarida harakatlanadigan aholimiz uchun qoidani buzgan yo'lovchilarga katta jarimalar tayinlanadi. Bugun shu haqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi xabarimizda avtobusdan foydalanadigan barcha yo'lovchilar uchun muhim yangilik bilan sizlarni tanishtiramiz. Shuning uchun iltimos videomizni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda avtobusda chiptasiz yurish uchun javobgarlikni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Amaldagi tartib bo'yicha avtobusga chiqqan yo'lovchi yo'l haqqini transport yoki ijtimoiy kartani validatorga tekkizish orqali to'lashi mumkin. Shuningdek, bank kartasi, smartfon yoki boshqa kontaktsiz to'lov vositalaridan ham foydalanishi mumkin. Agar yo'lovchi yo'l haqqini to'lamasa yoki imtiyozga ega ekanini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsata olmasa, u chiptasiz harakatlangan hisoblanadi. Bunday holatlarni aniqlash uchun nazoratchilar maxsus planshetlardan foydalanadi. Qurilma orqali yo'lovchining kartasi yoki boshqa to'lov vositasida to'lov amalga oshirilgan yoki amalga oshirilmaganini tekshirish mumkin bo'ladi. Endi esa eng muhim qismi. Qonunchilik palatasiga kiritilgan taklifga ko'ra, 2026-yil 1-sentyabrdan jarimalar sezilarli darajada oshiriladi. Agar yo'lovchi qoidani birinchi marta buzgan bo'lsa, unga BXMning yarim miqdorida, ya'ni 220 ming so'm jarima solinishi taklif etilmoqda. Agar shu qoidabuzarlik takroran sodir etilsa, jarima 440 ming so'mgacha yetishi mumkin. Taqqoslash uchun hozirgi tartibda chiptasiz yurish uchun BXMning 1/10 qismi miqdorida, ya'ni 41 200 so'm jarima qo'llanadi. 1-sentyabrdan bu miqdor 44 ming so'm bo'lishi ko'rsatilgan. Demak, taklif qabul qilinsa, birinchi qoidabuzarlik uchun jarima amaldagidan bir necha baravar yuqori bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning dastlabki 7 oyida 82 mingdan ortiq yo'lovchi yo'l haqqini to'lamagan holda aniqlangan. Ulardan jami 2 milliard so'mdan ziyod jarima undirilgan. Kelajakda chiptasiz yo'lovchilarni aniqlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ham rejalashtirilmoqda. Shuning uchun avtobusdan foydalanayotganingizda yo'l haqqini o'z vaqtida to'lashni unutmang. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bizni kuzatishda davom eting.